chiqaveradi. Kodini yangilashim kerak. Produktlar haqida gapirib o'tamiz. Bunda mayiz yetishtirishni rivojlantirish uchun kreditlar ajratilayotganimizni aytib o'tamiz. Bunda mayiz yuridik hamda yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari uchun ajratiladi. Kredit olish uchun hujjatlar to'liq taqdim etilgandan so'ng 3 bank ish kunida ko'rib chiqiladi. Bunda o'z-o'zini band qilgan shaxslar, yuridik shaxs va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlariga 1 million so'mgacha javoblar ajratiladi. 50 million so'mgacha kompleks asosida mayizni yetishtirish maqsadida yer sotib olish uchun auksion orqali mayizni quritish, saqlash, qayta ishlash uskunalari va boshqa turdagi asosiy vositalarni sotib olish uchun 60 oygacha beriladi. Bunda kreditning maksimal miqdori loyiha qiymatiga kelishib belgilanadi. O'zini o'zi band qilgan shaxslarga 100 million so'mgacha. Kreditning imtiyozli davri